Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli aziz obunachilarimiz. Bugun 2025-yilning 2-iyul murodbaxsh chorshanba kunida sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Azizlar, bugun yana o'sha mo'jazgina bog'imizda parvarish qilayotgan qo'y-qo'zilarimiz, baliqlarimiz, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari, xullas ana shu qishloq xo'jaligiga oid bo'lgan bizneslardan baliqchilik biznesi haqida yana bir bor gaplashamiz. Ana shu nihoyatda chiroyli ko'rinish berib turgan baliqlarimizni bugun olib kelganimizga rosa 80 kun to'ldi. Ana ularni demak faolligini ko'ryapsiz. Yeb itishi juda ham yaxshi. Sozanlar, belamorlar, talistalob, chorniy pyoster. Xullas ana shu 4 turdagi baliqlarimiz. Umumiy miqdorda 15 kilogramm malyok tashaganmiz. Bugun Xudo xohlasa yana ana bu yoqda bir to'dasi, bu yoqda bir to'dasi. Sekin-astalik bilan bularni yeyish jarayonlarini kuzatib dam olib turibmiz. Bularni o'zgarishi yuzasidan sizlarga aniq bir konkret ma'lumot berib bo'lmas ekan. Sababi bularni ushlashni o'zi bir amr mahol ekan. Faqatgina yem berganda o'zimiz mazza qilib tomosha qilib qolyapmiz xolos. Syomka qilish jarayonida ham ozgina sharpani sezsa yoki baland ovozni eshitsa juda ham hushyor ekan. Rosa hammasi birdaniga suvni ostiga o'zini urar ekan. Ana Allohga shukr, baliqchalarimiz juda ham zo'r. Hozirda kipak yeyapti, bug'doy yarmi yeyapti. Bundan tashqari ana beda tashlab qo'yganmiz. Bedalarni ham faqatgina obeddan keyingi bularni cho'pi qoladi xolos. Qolganini paqqos tushirib yana yo'g'ib ketishadi. Demak, baliqlarimiz Xudo xohlasa yana 3-4 oy mobaynida bularga yem beramiz. Kerakli o'sha ozuqalarni berib, bedasini berib boqamiz. Ana hozir ayni vaqtda soatimiz ertalab 9 dan o'tib 10 ga qarab boryapti. Havo ancha isib, suvni yuza qismi ham isib qolganligini evaziga baliqlarimiz ancha faollashni boshladi. Baliqlarimiz asosan issiqni juda ham xush ko'rar ekan, hamda o'z ish faoliyatini aytaylik, ya'niki yeyish jarayonini ko'proq issiqda amalga oshirar ekan. O'shaning evaziga biz harakat qilyapmiz. Har doim ertalab bomdoddan keyin yem berardim. Aslida bu to'g'ri ish emas ekan. Havo isigandan keyin berib yuborish kerak ekan. Quyosh chiqib, suvni yuza sathi ancha qizib boshlagandan keyin yem berish kerak ekan. Sizlarga qay darajada chiroyli ko'rinyapti bilmadim, lekin o'ta ham go'zal manzara. Oldidan tomosha qilsangiz rosa maza qilasiz. Xullas, ana aytib o'tganimdek, hozir bizni ovozimizni eshitish shekilli birdaniga yo'qib qoldi. Agar kichikroq hovuzlarda baliq boqayotgan, baliq parvarish qilayotgan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, biz ustini setka qilib qo'yishni maslahat bergan bo'lardik. Sababi setkani foydasi shu ekanki, o'sha baliqlarimiz qushdan ham rosa qo'rqar ekan. Hozir biz tashagan kepaklarimizni yeyish uchunmi yoki aytaylik suv ichish uchunmi qaldirg'ochlar juda ham ko'p suvga kelyapti hovuzimizga. O'sha qaldirg'ochlardan qo'rqib ham baliqlarimiz juda bir bezovta bo'lib, yemlarni
yerda emas, o'zini pastga uryapti. Mayli. Nima bo'lganda ham o'sha aytaylik, kichikroq uy sharoitida baliq boqayotganlar aytaylik setka tortib qo'ysa, har anchagina qushlardan bularni himoya qilgan bo'lardi. Aslida qushlar bu baliqlarni ololmaydi, lekin yuqorida aytib o'tganimdek, qushlarning maqsadi balkim o't yeyishdir, balkim suv ichishdir, lekin o'shani sharpasini evaziga baliqlarimiz rosa bezovta bo'lyapti. Allohga behisob shukr. Ana tashlaganimizga 80 kun bo'lgan bo'lsa, yana bilmadim-u, endi tarozi aytadi, adashmasam 1 kilogrammga yaqinlashib qopti baliqlarimiz. Kattalari ham bor inshaalloh. Xudo xohlasa hali o'zbekning bir chiroyli naqli bor-u. Jo'jani kuzda sanaymiz deganlardek, inshaalloh 2 oydir, 3 oydir, 4 oydir baliqlarimizni Xudo xohlasa sotishni boshlaganimizda hali yana ularning umumiy holati bo'yicha sizlarni tanishtirib o'tamiz. Hozircha bizlarni shunaqangi gaplar. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizga rahmat.